bitta zo'r gap o'qib qoldim. Ishoning, hech kim sizni foydangizni o'ylamaydi. Sizga qachonlardir yaxshilik qilgan o'sha solih tanishingiz, qachonlardir sizni virujat qilgan qarindoshingiz, har doim yoningizda turadigan eringiz, nima desangiz ham xo'p dadasi deb turadigan ayolingiz, hech kim sizni foydangizni ko'zlamaydi. Hamma sizdan foydalangani uchun sizga yaxshilik qiladi. Ba'zida o'zlari buni sezmasa ham, sizdan ko'p yaxshiliklar ko'rganligi uchun xotiningiz sizni yaxshi ko'radi, sizni foydangizni o'ylaydi. Lekin bitta kamchiligingizni ko'rib qolsin, tamom, sizdan yomon odam yo'q. Onangizchi siz bilan bog'liq emotsiyalari borligi uchun sizni yaxshi ko'radi, sizni foydangizni o'ylaydi. Lekin oyog'ingiz toyisa, yomonlik qilib qo'ysangiz, sizni oqqa olishi ham mumkin. Qancha onalarni ko'rgansiz-ku, bolalarni oqqa olgan. Ishoning, hech kim borligingizcha hamma qilgan yomonliklaringizni bilib tursa ham, shunchaki sizni yaxshi ko'rib, shunchaki sizga foydani ko'zlamaydi. Faqat Allohdan tashqari. Kechalari hech kim ko'rmaganda qilgan hamma ishlaringizdan xabardor bo'lsa ham, noshukrligingizni ko'rib tursa ham, noshudligingizni bilib tursa ham, sizga ne'mat beraveradi. Shuncha gunoh qildingiz, 2 rakat namoz o'qib, sajdada istig'for aytsangiz, xursand bo'ladi. Har doim sizga yaxshisini ravo ko'radi va buni evaziga hech narsa sizdan kutmaydi. Siz bo'lsangiz odamlarga bog'lanib, ulardan yordam kutib yuribsiz. Vaholanki yuqorida Robbingiz turibdi. Himmatingizni oliy qiling.